Sayfi, один chiqasanmi? Gaday. Ko'tingni yirtaman. Men seni aynalma meni. Sen mening adimlarni o'chmoqchisan. Ha? Sayfi, agar yana bir marta menga qo'l ko'tar. Nima? Nima agar? O'shasanmi? Ha? O'shasanmi? O patsan, o'zingni bosma. Agar bir jonimni chiqarsang, ana shu ariq ichiga 2 buklab tiqaman, tushundingmi? Sen nima o'ylaysan? Tog'am uraman chumonmi? Yo, deyman, 21-asr texnologiya rivojlangan paytda binoblokdanmi, gazoblokdanmi, metall konstruksiyadanmi uy qursa o'ladimi? Loydan g'isht quydiryapti. Ayal muncha noliysan, agar makkani ekkan paytda chishmaganingda normalni bo'laydi. Mana shu ishni qildirmasdi. Yo, Sayfijon, mana loydan g'isht quyib nima kerak? Voy, pispanyatka. Bu loy g'isht qish payti uyda issiq saqlaydi, yoz payti yaxtak saqlaydi. Menga qara, aqlli. Bo'lmasa, g'ishingni o'zing qo'y, tushundingmi? Qilmaysanmi? Nima? Qilmaysan, ha? Men senga boshqacha tushuntiraymi? Gaday. Hozir men senga ko'rsataman. Taqajon buni qarang, gaday nima qilyapti? Shuna jonimga tegding sanla. Dit kalonni berish kelaymisanlar? Qisolmayapsanmi? Sizlarga qarab tur. Kesma. Kazyon. Kazyolma. Ey, sendan tovuq ham qo'rqadi. Aptingga qara. Nima qilyapsan? Tupoymisan? Tog'am ekdi, soch emas. Menga qara, o Mikhail Tvardovskiy. Hozir seni ham bitta urib ekib qo'yaman, bitta makka yuvib chiqasan. Tushundingmi? Aralashma. Nidagon. Tog'am ekiladi, hamma joy to'tilab tashlading-ku, to'terdi. Va ba'zini ek kerak bo'lsa.